Start recording video yozib olinyapti. Demak, hammaga salom. Bugun biz o'z foydalanuvchidan ma'lumot olishni o'rganamiz. Undan oldin birinchi navbatda biz ushbu paycharmni yuklab oldik oldingi mavzuyimizda. Endi main Python, ya'ni Python papkasini ochishni o'rganamiz. Uning uchun oldin men o'zimnikini udalt qilib turaman. Hop. Endi bu yerda sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, new dan Python faylini tanlaysiz va bu yerda o'zingiz Pythonning nomini yozasiz. Men ko'pincha hop main deb yozaman. .py, ya'ni ushbu belgini qo'ymasangiz bu papka ochilmaydi. Mana main.py ochildi. Endi bugungi mavzuga qaytsak, biz oldin o'zgaruvchini, ya'ni o'tganmiz. Xuddi bir name bu yerga Shohrux deb yozib va buni print bilan chaqirib qo'ysak, bu yerda faqat Shohrux kelib chiqadi. Tasavvur qilinglar, foydalanuvchining ismi Shohrux emas, ya'ni boshqacha Ali bo'lsa, biz yana qaytib kirib shu joyini topib Shohruxni Aliga o'zgartirib qo'yamizmi? Ya'ni agar u katta dastur bo'lsa, bu kodni topish qiyin bo'ladi. Lekin biz ushbu ma'lumotni foydalanuvchining o'zidan olsak bo'ladi, ya'ni input orqali. Shohruxning o'rniga xuddi bir printni chaqirganimizdek inputni ham chaqirib olamiz. Input qavsi ichida qo'sh tirnoq bilan enter your name, ya'ni kerakli so'zni yozamiz va ikkita nuqta. Yani bu yerga foydalanuvchi o'zini ismini kiritadi. Masalan, Ali deb kiritsak, printga yo'q, ism. Ali deb kiritsak, printga ham Ali chiqadi. Agar bu yerda Ali emas, Shohrux kiritsak, Shohrux chiqib keladi. Demak, bu bo'ldi. Endi tasavvur qilinglar, bunaqadan ikkita bor, ya'ni biz arifmetik amallarni bajarmoqchimiz. Buni nomini o'zgartirib qo'ysak, name'dan name 2 ni ayiring deb qo'yamiz. Sizning fikringizcha bu yerda qanday natija chiqadi? Albatta bu yerda error chiqib keladi. Ya'ni mana. Xo'p, sababi hech qachon stringdan stringni ayirib bo'lmaydi. Ya'ni inputning o'zi bu string metod hisoblanadi. Agar biz arifmetik amallardan foydalanmoqchi bo'lsak, string metodini integer metodiga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Oldin inputni bir qavs ichiga olib olamiz. Mana. Va tashqarisiga int deb yozib qo'yamiz. Int bu integer hisoblanadi. Va buni kopirovat qilib, buni o'rniga qo'yib qo'yamiz. Hop, endi kodimiz to'g'ri ishlaydi. Masalan, bu yerga 25, 20 javobi 5. Mana. Endi qaranglar. Biz shuni int qo'ymasdan qo'shsak nima bo'ladi? Int qo'ymasdan qo'shsak nima bo'ladi? Masalan, mana 20, 25. Bu yerda kod to'g'ri ishlayaptimi? Ishlayapti deb o'ylaysizmi, yo'qmi? To'g'ri, bu yerda stringni stringga qo'shib bo'ladi. Lekin bu kod to'g'ri ishlayapti degani emas. Har qanday arifmetik amallarni biz integer metodi orqali qilamiz. Ya'ni bunga ham agar buni integerga o'zgartirib qo'ysak, hop, buni ham ko'pincha biz integer orqali arifmetik amallarni bajaramiz.
in hop bu yerga initdi. Bo'ldi. Endi bular qo'shib chiqarib beradi. Masalan, 20, 25, 45. Endi biz bularni qanday aytsam bir. Endi print orqali bularni eng kattasini yoki eng kichkinasini chiqarib beruvchi dastur tuzamiz. Ya'ni bular qanday usulda qilinadi? Min bu sonlarni eng kichkinasini chiqarib beradi. Mana bu yerda berilgan sonlarni. Max eng kattasini chiqarib beradi. Pov esa ularni darajaga oshirib beradi. Masalan, ushbu ma'lumotdan ko'p bor. Mana buni 3, buni 4 qilsak, har biriga ma'lumot yoziladi. Endi printning ichiga min deymizda, qavs ichida ushbu nomlarning hammasini chaqirib olamiz. Va bu yerga son kiritamiz. Masalan, 20, 45, 12, 74. Ya men eng kichkinasini, ya'ni 12 ni chiqarib beryapti. To'rttasini orasida eng kichkinasini chiqarib beryapti. Agar buni max ga o'zgartirsak, eng kattasini chiqarib beradi. Xo'p, 20, 100, 200 303 eng kattasi, 3003 eng kattasi bo'lgani uchun eng kattasini chiqarib beryapti. Demak, endi xo'p. Endi pov metodi. Povda faqat bittasini olamiz va ularni kommentariyaga olib turib, buni povga o'zgartiramiz. Pov name virgul 2. Endi natijasini ko'ramiz. 20 400 chiqarib beryapti. Bu ham ikkitalik yulduzchalik ko'paytiruvga o'xshab ketadi. Ya'ni birinchisi aynan qaysi sonni darajaga oshirmoqchisiz, ikkinchi berilgan son aynan nechga, qancha darajaga oshirmoqchisiz. Xo'p. Demak, bugungi mavzu shulardan iborat edi, lekin men yana biroz narsa qo'shib bermoqchiman. Ya'ni xo'p. Bu yerda masalan foydalanuvchi number kirityapti. Input enter a number. Xo'p. Endi buni masalan bu kiritilgan raqam 3456 deylik, 345 deylik. Biz 3 ni alohida, 4 ni alohida, 5 ni alohida chiqarib berishimiz kerak. Qanday? Masalan, xo'p, A deymiz. Numberni o'nga qoldiqlaymiz. Xo'p, nechiga? Qani mana bunday qilib ko'rsakchi. O'nga desak. Xo'p. Qani menimcha bunda 3 chiqarib berish kerak. Hozir sinab ko'ramiz. 345
34 chiqarib berdi. O'nga qoldiqli bo'lgandi. Demak, u 100 ga qoldiqli bo'lishi kerak ekan. Endi bu yoqqa 345 yozsak, 3 chiqarib beryapti. Bo'ldi mana. Endi yuzlar xonasidagi sonni chiqardik. Endi o'nlar xonasidagi sonni chiqarish kerak. Bu uchun biz numberni qoldiqli yuzga bo'lib, keyin bo'lamiz o'nga. Bunda 4 soni kelib chiqadi. Numberni agar qoldiqli o'nga bo'lsak, 5 soni kelib chiqadi. Endi bularni print orqali chaqirib ko'ramiz. Bu yerga 345 yozamiz. Mana 3 4 5. Endi buni o'zgartiramiz, ya'ni boshqacha son. 453 4 5 3. Xo'p, endi buni tushuntirsam. Xo'p. U berilgan qiymat kirgizyapti va buni biz 345 deb olsak hozircha. Agar aytyapmizki 345 ni deyapmiz. Qoldiqsiz bo'lsin 100 ga. 345 ni qoldiqsiz bo'lsa 100 ga o'zi 345 qoldiq. To'g'rimi? Adashmasam shunday. Lekin qoldiqsiz bo'lish degani uchun ushbu 45 ni hisobga olmayapti-da, faqat 3. Ya'ni 3 ni olyapti. Shu uchun bunda printda 3 kelib chiqyapti. Xo'p. Keyingisida 345 ni qoldiq bilan bo'lsak, qoldiqli bo'lsak, bu yerda javobi 45 kelib chiqadi. 45 ni qoldiqsiz bo'lsak, javobi 4 kelib chiqadi. Endi so'nggisi 345 ni qoldiqli bo'lsak, o'nga javobi 5 kelib chiqadi mana. Ushbu usulda bularni yozib oldik va chaqirib oldik. Bu yerga keltirilgan usulda yozib oldik va chaqirib oldik. Xo'p. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.